Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Sizlar bilan men Blade Fury bolalar. Biz qishloqqa qo'shni qishloqdan zombi apokalips yetib kelib qoldi. O'rtoqni ko'rib qolganmiz. Militsiyalar edik, просто hozircha bu yerdamiz. Mana bizning formalarimiz ham bor. Och qolmayapmiz chunki tashqari to'ra zombi bo'lib ketgan. Biz ertaga oziq-ovqat topish uchun hozir men video stop qilgan kiyimlarni kiyib olamiz. Ungacha stop. Bolalar kiyimlar kiyib oldik. Ko'cha to'la zombi zo'rg'a turibmiz hozircha. Telefonlar hammasi qotib ketyapti hozir bu yerda. Aujalar sekin olamiz. Menimcha bu yerda hozir tirik qolishdan ko'ra pul ketishimiz foiz kattaroq bo'lyapti o'rtog'im bilan. Va qo'yinglar pastga. Sekin tayyorgarlik ko'ryapmiz. O'qlab hammasida. Tayyor. Qo'rqish bor bolalar. Bilaman bu qaranglar bo'lib. O'rtoq tayyorla. Bo'lsa ko'p. Pul qayerdan chiqib keldi mana? Voy onlarning son. Teras. O'ldirmoqchi bo'lib turgandi. Yibansi ko'zimni o'rtog'im yana. Bular qanday o'tdi mashina chegaramizdan? O'tdimi qanday o'qlashni bilmayapman. Yo'q. Salom. Ana kirchi, shidoch. Og'ich shiydi. Mana seni. Bo'lsa. Malakasiz hamma askarlarimizni o'ldirib tashlashibdi zombilar. Malakasiz qanday tirik qolaman endi bu yerda. Ovqatim yo'q. O'rtog'imni o'ldirib tashlab ketdi. Yangi o'rtoq topishim kerak shunga endi. Jamolga borishimiz kerak bo'ldi. Aytib yuborgan. Ashtaraflarda ertalab tushsa boramiz. Harakat qilib borish kerak. Oz dam olamiz bolalar, bo'lmasa bo'lmaydimi yomon. Nagliyoni bola menga o'q otdi. Yaxshi mana birinchilikdan ko'ryapsizlarmi bolalar kuchliligida? Mayli uxlaymiz endi bolalar. Bolalar yig'ondik. Ko'chada o'q ovozi aytayotibdi. Nima? Mana bolalar men kapitanim ekan-ku. Ketdiga eshikni oching. Oching eshikni. Terrorsiz o'larmi deysiz? Ko'cha vaqti soldatlar kelibdi, bolalar buncha zo'r bit. Soldatlar bolalar. Vaqti, короче, bolalar buni qaranglar. Hamma askarlar yordamga kelgan, qishloqchaga, qo'shni qishloqqa borishimiz buyurdi kapitan tomonidan. Короче, vaqti, bu kapitan kim ekan endi? Ular kapitan kim? Sizmi aka, ey? Aka. Sizmi bu kapitani? Assalomu alaykum. Qaysi yordam bo'yicha kelgan? Qaysi xizmat? Birlashgan AQSh. Yaxshi. Короче, bizga nari qishloqchaga borish buyrug'i berildi-da. O'sha yerga borishga yordam berasizlarmi o'rtog'im bilan? Nima qilasizlar yerda? İşimiz borda, et o'rtoqlarimiz bor. Mayli. Bolalar qo'ydi, bo'ldi, qo'yildi.
Endi borsak bo'ladimi? Bolalar qirili. Biznikilar mana shular hammasi. Ketdik, Jamol. Jamol. Nariyoqqa boramiz. Gapish bo'lmasiga yomon. Bola biz qo'shni qishloqqa borganda video yoqaman. Ungacha stop o'tirar video. Doktorlar ham shu yerda ekan bolalar. Doktor deb anaqa yem qo'yish kerak zombilarga. Ammo biznikilar doktorlar vashi yomon ko'raman men. Pichog'im qani? Shularni cho'zib tashlash kerak. Ketdik bolalar, bizning qishloqchaga borish kerak desam bo'lmaydi. Oziq-ovqat topishimiz kerak. Birinchi asosiy muammo. Ayta do'koncha, uychalar bor, o'sha uychalarga kiramiz. Shuni qaranglar. Voy, bo'ldi. Mazza bo'ldi. Mana topdim. Suv kerak, jinarsan bola, suv yo'q. Bolalar, men sizlarga bitta savol yozib ketaman kommentariylar tagida. O'sha kommentariylar tagidagi savolga javob topsanglar, keyingi videoda kommentariylarni videoga chiqaramiz. Xo'sh, bu yerda nima ekan bu? Bu nima bu? 3 ta qog'oz. 3 ta qog'oz boshim ko'ramanmi? Safe kalt kerak. Ovqat yo'qmi hech kimda? Shuncha uychalar bor hali. Bu biz shtat-ku. Shtatga kalt kerak, kalt. Oppa, kakra suv. Suv yetmayapti. Shift kaltlar qaytdiydi. Shularni qaytgadir olib tashlashganda. Ovqat. Level 1 kart kerak. Bizda karta ham yo'qda, jinarsan. Karta kimda edi? Karta Jamolda edi. Jamol esa hozir bu yerda yo'q. Ovqat kerak bizga, jinarsan. Ovqat qayerda bor endi? Biz ovqatsiz har bir ketamiz. Nagi ustaxonaga borib ko'rish kerak. Jamol do'stjuyi. Ovqatim yo'q ekan, kirsa bo'ladi u. Mama aytdi, ustaxonaga borib kelish kerak. Ovqat bo'lsa kayfda menga. Ovqat yoki suv bo'lishi. Jamolni bobosi bolalar. Shu bobosini ichasizlar. Bazdan kulmayman men. Jinarsan Jamol kambag'al-ku, qayerdan shuncha pul? Oltin yana bolalar. Yonimizda bir tiyin pul yo'q, lekin boradi, biz to'laymiz. Voy, ovqat yo'q-ey. Bu kamda, bu ovqat bo'lib, bu yerdan ovqat topish kerak. Zombilar bor. Bo'lsa ekan boramiz. Kasalxonaga. Bilib bo'lmaydi-da, bolalar hozir bu yerda nima bo'lib qolishi mumkin. Akal o'zi ham yuribdi ekan, ovqat qidirib, ovqat topdimkan. Mana bola. Hot lunch. Olaylik. Hot lunchni yaxshi ko'raman men lekin. Yana bitta hot lunch. Apteka. Aptechka. Bola men shuna kulmadim. Haqim yo'ldan. Xudoga yaxshi ish bo'lardi ertalabgacha. Ochiqda aytib bo'ldi, jinarsan. Yaxshi uxladim-ku. Hamma joyda seyflar bor, lekin ular kalt qaytadi noma'lumga. Aptekalar rosa ko'p bo'lib, bemalol. Men yaxshi narsa ko'rsam, PUBG sotiladi. Jo'sh, qanday suv ichsam bo'ladi? Energiya drink ichish kerak. Yoki hab bo'lmay ovqat qolmadi.
Suv topmasam bo'lmaydi bo'ldi. Suvga ehtiyoj ko'rmanda. Ha, sevildi xona. Zombilar ovozi yoqmaydi menga. Короче, cho'ntakka solaveraman-da. Nari qishloqchaga borishdan hozir foyda yo'q menimcha. Chunki birinchi nari qishloqchada foyda bo'libdi bu virus. Telefonda o'ynagan prasmetr doim kam bo'ladi deyishadi. Shu rostmi? Agar bu mod qiziq bo'lsa, bu mod mayli 120 ga to'g'ri keladi. 120 ga to'g'ri keladi. Telegram kanal ochsam, Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Kiyik bola. Shu yerda ham bormi bizgilar? Tushmagan joylar ham qolmabdi. Voy, kiyik go'shmasi. Pishirishga просто ketdim. Chiqolmayotganlarga chiqtirish kerak. Yaxshi. Bitta o'zi qolib ketdi bo'ladi. Endi nima qilaylik? Chiqish shunchasi qo'ldan kelmaydi bitta. Xo'sh. Xo'sh. Bola kavga chiqib oldik. Hoppa, pichoqcha. Bola nima videosida bu baqa kiyib qo'ygan sababi men rosa shu qidirdim, короче. 8 ta koki topdim, ya'ni Coca-Cola, 16 ta suv, dori-darmonlarni video boshidan topganman va kiyik go'shti sabab topganman. Shu bilan video birinchi qismi tugadi. Kamida bir 50 ta like yig'sa ikkinchi qismi chiqadi. Ungacha sog' salomat bo'lishga majbursiz. Mayli.